Bizni proyektimiz hosil bo'ldi. Biz hozir Django'ni yuklab oldik va bu Django asosida ishlash uchun birinchi ishlarni qilib oldik. Hozir bizning My Group proyektini yaratib oldik. My Group proyektimizning ichida settingslar bilan tanishib chiqamiz. Settings papkalari, settings papkasida shunday qismlar mavjud. Base dir past mana shu qism bizning shu qismigacha bo'lgan lokatsiyani mana shu Bezdir komandasi Bezdir bilan belgilab olinadi. Shu loyihamizning shu qismigacha bo'lgan lokatsiyasi. Va buni URLslari bor, URLs papkalari bor va asosiy papkalardan biri manage py bu asosiy qismda turadi. Buni yopib qo'yamiz. Asosiy qismda turadi. Bunday birinchi default qiymatlar bo'ladi. Debug, load, host, settings ichida bo'ladi. Installed apps bu Django'ni o'zini default aplari bo'ladi. Root URL config bo'ladi. Templateslar bo'ladi. Database default SQLite 3 dan foydalanadi va qolgan o'zini default qiymatlari. Hop, time zone, language 8, use o'zini default narsalari bo'ladi. Biz mana shu qismini o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Ba'ziga qilib
Shunda to'g'ri bo'ladi vaqti, proyektimiz vaqti mintaqa vaqti bilan to'g'ri bo'ladi. Qolgan qismlar manage py. Bu manage pyda Django loyihamizning asosiy konfiguratsiyalari, ya'ni asosiy komanda, asosiy e, asosiy ishlar yoziladi. Asosiy fayllar, asosiy komandalar shu manage pyda yoziladi. Xo'p, endi birinchi Djangoning default web pejini hosil qilamiz. Mana Djangoning birinchi welcome page'ga kirib oldik va shu bilan yakunlanadi.